masjidida, jomesida azon aytilyapti. Biz esa choy ichib o'tiribmiz, ko'k choy. Turkiyaning achchiq choylaridan biri. E'tibor bersangiz, bu azon emas, chunki yarim soatdan keyin xufton kiradi. Shu sababli har payshanba kuni, ya'ni ertaga juma bo'lganligi sababli har payshanba kuni xufton namozidan yarim soat oldin mana shunday salovat aytiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Turkiyada ajoyib bir odat bor ekan, qarang. Ertaga juma degan kuni, ya'ni payshanba kuni xufton namozidan oldin yarim soat oldin, xuftonga azon aytilishdan yarim soat oldin mana shunday salovat aytilar ekan. Men birinchi marta buni to'g'risi eshitishim. Turlicha analar bor. Mana bu yerda tog'li hudud hisoblanadi. Bu yerda o'sha oddiy faqir insonlar yashar ekan. Boylari dengizga yaqin joyda yashar ekan. Men boylar yashaydi deb o'ylagandim.